Do'konda o'tishim kerak, ishga ham kech qoldim. Kech qo'yim shunaqa qilasan, xotinni. To'xta. Nimaga shashilaman? Uyim qolasi bozorning oldida bir qadam bo'lsa, choyni qo'y, masalan, choy ichsam ketsam ham bo'laveradi. Devorib bo'lsa, qolasi bozorni bir qadam bo'lib qo'shni bo'lib hisoblangan. Bugun sizlarga 6+2 sotik chiqa turgan uyimizni ko'rsatgani keldik. Nima demoqchiman? 6 sotik dokumentalni bo'lsa, 2 sotikini davomishni sotib olgan ekan. Buni dokumentga qo'shib olasizlar. Buni egasi bilan dogovor qilib yana gaplashib, ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Do'stlar, biz hozir Qirg'iziston Qorasuv shahrimizda, Qorasuv bozorining orqa jag'idagi Mo'minjon turgan, ya'ni sentralniy mechitda oldan girganimizdagi bu joqda Ayanur degan desatimizni orqa tomondagi ushbu go'zal xonadonimizni o'ta srochniy bog'larda, srochniy aqcha kerak bo'lganlikdan yaxshi narxlarga, sizlar xizmatlarga chiqardik. Mana bu yerda ko'chamizga uje sentralniy bo'lgan narsa bilan uje gazlar ham kelib qoldi, svetlari, suvlardan вообще problemasi yo'q bo'lgan. Mana bunday 8 sotikli uyimizga bismillah deb kirib kelganimizda, o'ng joqdagi bitta razmerlar keng zalimizga ko'zimiz tushadi. Bu yerda qo'noqtorni shu yerdan olib kirib, shu yerdan chiqarib do'stlar. Bu yerda joqi, tapchandari, ikkita shunaqa vremenka xonalar, bu yerda ham suv pullar girilgan, birsiga kirib o'tamiz. Bu joqda 8 sotiklik narsa bilan o'ta keng avolda mol, qo'y, ekitaj, navestari, banya, bu joqda bo'lsa hojatxonasi va mana bu yerda yaxshi remontda yashaveradigan parov ataplinari bilan uylarini birsiga tanishib o'taylik. Glavniy zdaniyaga kirib kelganimizda bu yerda prixoshkamiz joylashgan va so'l joqqa qarasangizlar, ko'zimiz sanuzel xonaga tushadi. Do'stlar, bu yerda kiyinish xonasi отдельный, ichkarida dushovalar отдельный joylashgan, issiq suv, sovuq suv, hamma sharoitlari yashayman degan do'stlarimizga barcha jasalgan. Imonanday neobычный avvaldagi koreyskiy variantdagi eshiklardan kirib kelganimizda, bu yerda ikkinchi koridor xonamiz va mana bu yerda duvarlarga o'ta so'nun dizayn bilan garderoblarni ham polni o'rnatib kirgizib qo'ygan ekan. Bir sizlardan tanishib o'ta turgan bo'lsak, uyimizga aylanasiga ataplarni qaralgan. Bu yerda razmerlar dag'i keng tashlangan bir mehmonxonamizga, ya'ni gostinniy zalimizga ko'zimiz tushadi do'stlar. Svet-vetlari bor ekan. Mana bu yerga TV zonaga bir boshqacha dizaynda polni chiroyli qilib o'rnatib qo'ygan ekan. Remontdan avvallari o'sha o'rta remont ekan, biroq kelib bemalol yana yashasa bo'laveradigan hamma sharoitlar bilan bismillah deb bu yerda ikkinchi ko'rmatamizga ko'zimiz tushadi. Qani svetlarni bir sizlarga javob qo'yaylik. Bu yerda birinchi, jana ichkarida ikkinchi ko'rmatamiz joylashgan. Buni ham remontlari, aboylari o'ta so'nun avvalda turadi ekan do'stlar. Polni parvoy ataplarni, konditsionerlar qo'yilgan. Bu birinchi, ikkinchi, bu joqda o'sha общий to'rtta ko'rmatamiz joylashgan. Ichkarida mana parvoy ataplarni mo'shni avvalda hozir mana ras haqiqatda ham issiq. Mana bunday hozir ko'mirga ishlayapti, bundan sirtqali elektrik holatdagi ham polni ulangan ekan. Xolasizlar tokka, xolasizlar ko'mirga va mana bu yerda yana bitta bir spalniy xonamizga ko'zimiz tushadi. Akva derazalarni solib qo'ygan ekan. Uyimiz issiq, yashayman degan do'stlarimizga yaxshi variantda. Qorasuv bozorining oldida bo'lganlikdan sklad, shu bozorga aloqasi bor aka-ukalarimizga ham son variantda ushbu uyimizni ko'rib qo'yamiz. Qiziqqanlarga ko'p kuttirmaylik, uyning bahsini aytaylik. Do'stlar, $120,000 aytilish bahsi, dag'i sizlar uchun kichkina sodalash yo'llari bor. Mo 8 sotikligini hesabga olib qo'yg'ular. Qorasuv bozorining oldida bo'lganlikdan do'stlar, lokatsiyalarni hesabga olib qo'yg'ular. O'zini qaraganda o'ta srochniy bog'larda $120,000 dag'i kichkina sodalash yo'llari bor deb chiqdi. Dag'i bir sira qaytalab qo'yim, har bir videolarda bilasizlar, biz to'lqa shu uyni sota turgan eylar bilan sizlarda o'rtangizlardagi to'lqa bir vositachi, bluetoothimiz xolos. Ya'ni to'lqa jetkirib beruvchi odammiz. O'zinglar kelasizlar, uyni bir sira ko'rib, esidan kamlarini so'rab, dag'i dokument hamma yuridik tomonlarini o'zinglar bir sira tekshirib olinglar do'stlar. Biz endi to'lqa yetkazib beruvchi odammiz. Bu yerda keng hovli, mana bu yerda suvlari girilgan, bundan sirtqali 7 tonna yo'nqislarini ham qilib qo'ygan ekan. Suvlardan вообще muammo yo'q, gaz, suv, svet. Mana bu yerda ikkita vremenka xonasi, u ishlariga suvlari kirilgan. Hozirda chaqqongina ikkita xonamiz bor ekan. Nima deysiz? Doim qo'rqitadi bizni bu yerda. Zo'r ekan bu yerda hozirda oshxona sifatida foydalanib kelayotgan birinchi xizmatimiz va bundan narilar ichkarida отдельный sekin aytadi bo'lib kiraveradi. O'tirish joylari bor ekan, remontlari o'rta, mana bu gaz, baz, suv pulari kirilib, xullas bu yerda issiqxona yashaveradigan ikkinchi ko'rmatamiz joylashgan do'stlar. Bundan nari sekin ketaveramiz. Bu yerda o'shaqa jang solingan navestlari, shunaqa tandir o'choqlarigacha bor ekan. Bu yerda qo'y, mol, pol bahslar, mana bu tovuq bog'larimiz bor ekan do'stlar. Hojatxonasi, mana bunday navestlari, xullas yo'lam yashayman degan do'stlarimizga oyoq qo'lni keng yozib yashaydigan ushbu uyimizni $120,000 dan dag'i kichkina kamlarni so'rab olsangizlar bo'ladi. Bu uyimizni o'zi zanasi ham neobычный
adetli zamonbop solingan. Endi dag'i bir sir remontlarini qaytalab janglab qo'ysangizlar, endi vobshe bir uy chiqargan do'stlar. Bo'ldi. Endi esin nomerlarini aytaylik. 0776 33 81 75 0776 33 81 75 do'stlar, shu nomerlarga yangra qaralsa uyimizni mana jonboshqa jog'idan dele shunday pojarniy xotlari, dababishli shunaqa kishnakay nimasi, misol ko'mirxona отдельный darbozor tashlab qo'ygan ekan. Bu yerda uyimizning ko'chaga aynaklari, ular dababishli bu yerda yerlari bor ekan do'stlar. O'sha aytib o'tgandek, men tushunishim bo'yicha mana bu Qizil kitobda 6 sotix bo'lsa, 2 sotigini sotib olganman deydi. Misol uchun polni dokumentalni shu o'tgan, u Qizil kitobga kirgizib qo'yish kerak ekan. O'shani esa men aytib o'tam, kelib o'zinglar tanishib, esi bilan suylashib, u yog'ini kelishib olsanglar bo'ladi do'stlar. Endi sirtqa chiqalib, bir sira orientir adreslarini aytib, o'sha yerda dag'i so'z ulantamiz. Qani ukam, ketdik. Biz lokatsiyasini zo'rligini ko'rib qo'ylarchi. Mana Qorasuv bozori. Qorasuv bozori bu yoqda Telekom va Bobur maktabdan oldin kirganimizdagi Qorasuv bozorining imini sentralni masjidning oldinda mo'majoyimishlar sotib turgan mayda tushlarning oldida o'ng qo'lda bunday mo'ykani taniysizlar. Shu mo'ykani biqinidan ushbu ko'chamizga kirganimizda mana o'ng qo'llarda ko'rinib turibdi. Akademiya zdaniya deb shunaqa detsatimiz bor ekan. Detsatni biqinidan o'ng qo'lga burilib turib, aynan shu detsatimizni orqasidagi ko'cha, orqasidagi uyimiz bo'lib qoladi. Shu yerga borib aytilgan nomerlarga chalsangizlar topishib olasizlar. Chiqqanimizda Qorasuv bozori bu yerda shunaqa sklad, shu bozorga aloqador aka-ukalarimiz ham yaxshi foydalanib qolasizlar. O cheka uyoqdan ko'ra sentr shunaqa inqali jaqtari ko'p bo'lgan ushbu uyimizda 120 ming dollardan kamini so'rab olingizlar. Dag'i bir ma'lumotlarni esini o'zlari olasizlar. Do'stlar, Alsat kanalimiz eldin, janob sizning xizmatingizda.